Bu vlog rostmana vlog bo'lib ketdi. Peshkomli vlog desak ham bo'ladi. Endi men birinchi marta 8 kilometr peshkom yurishim. Yana video olib, gapirib, o'zim auditoriya bilan gaplashib. Xulosa, nima narsani oldim? Yaxshi ekanmi yoki yo'q, shuni aytaman. Maza qildim. Qo'lim og'rimadi ham. Qo'ldir ushab ketib, bemalol vlog olib ketdim. Chet el safariga borsam ham mana shunaqa vlog olmoqchiman endi. Chunki oson ekan. Prosta o'sha kun 4-5 kun aylanib, qaysidir kun 1,5 soat prosta vlog olsam, keyin mana shu vlogga olib yurgan videolarimni hammasini bitta qilib joylab, montaj qilib borsam tayyor. Alohida nimadirlarni, ya'ni azvuchka qil, nimalar dedim, ssenariy yoz, kerak emas unaqa narsa. Aytdim o'zi tizimni ham xush ko'rib olmayman. O'shanga bo'lsa yaxshi tizim, lekin qancha hisoblayman. Prinsipi zo'r. Oyoqlarim ozgina endi sal toliqdi. Jam og'rimayapti-yu, sal toliq. Tellab ketdim. Orqamdagi mana bu sumka ham yopishib turibdi, yana koja, yana issiq qora tellatib yubordi futbolkam. Ofisga borib yechib qo'ydim. Quriydi. No, yaxshi, yengillik, yaxshi bir narsa odamga, o'ziga har doim taksida bor, ishga prosta ishni boshladan ko'ra 1 yilda bir marta yoki 3-4 oyda bir marta yoki har oy endi menga o'xshagan bloger bo'lsa, qilib tursa yarashadigan narsa ekan. O'ziga ham fikrlarini bitta yig'ib olib, o'zim kimman, yaxshi narsa gapiryapmanmi, to'g'rimi, qaysidir joylarda xato qilyapmanmi, qilmayapmanmi, odamlarga foydali bo'lmayaptimi degan joylarda keyin o'zini o'sha yashaganidan keyin, ko'rganidan keyin kechirmalarini bitta bo'lishishga va odamlardan keyin obratniy javob bilishga qiziq narsa ekan. Shuning uchun bu narsani davomli qilish niyatim bor, xudo xolasa. Tap etib kelgan ideya-da, qaranglar. Men o'z boshqa narsani o'ylagandim. Men o'zi ideyam bo'yicha ishxonaga ertalab yugurib borishim kerak edi. Keyin yana taksida qaytib kelib, avtobusda borishim kerak edi. Keyin yana taksida qaytib kelib, taksida borishim olmoqchi edim. Ishxonaga 3 xil narsada borsang, qaysi bir yaxshiroq yoqadi degan reytingli kontent qilmoqchi edim. Keyin bunday olib qaradim dedim. Bunaqa narsa qilishim kerak. Odamlarga u narsa qiziq, manfaatlimi? Da o'ziga yarasha qiziq, lekin jayam prosmotrni bermaydi. Ko'rganga yarasha yaxshi prosmotrli, yaxshi kontent bo'lsin dedim-da, u narsani olmay qo'ya qoldim. O'rniga o'sha narsani peshkom ishxonaga boraman va siz bilan gaplashaman degan mana shu blog o'zgartirib yubordim. Videoning oxirida yo'lga chiqqanim va yo'lim oxiridagi yuzimni ko'rasizlar, do'y postlesi bo'ladi, shu bilan tugaydi. Oxirgacha ushlab qoladigan yaxshi udержание bo'ladi.